Ha, men uni o'ldirdim. Ha, to'g'ri, men uni o'ldirdim. Nafaqat uni, endi esa boshqalarni ham o'ldiraman. Bu mikrofon 35 ming ekan. Ha, arzon bo'lsa ham, lekin sifatli deyishyapti. 35 mingga mikrofon umuman kelmaydi. Menimcha ular fake. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Space Uz va bugungi videoda biz nima qilamiz? Hech narsa qilmaymiz. Shunchaki o'tiraman va men aytgancha men boshqa uyga ko'chdim. Qaranglar, kattagina eski uyimda esa nimagadir musodara qilishdi. Buni qaranglar. Tamg'alab, xullas taxtalab qo'ydi. Ichida narsalarim qolib ketgan edi va hammasini boshqatdan oldim. Bilmadim va o'tgan galda shu yerda qanaqadir 3 ta jitel nimagadir o'ligi turgan edi. Uni ham olib ketishdi va ish qilib meni gumondor qilishmasa bo'ldi. Chunki meni uyim orqasida turgan edi va bilmadim. Bu uyni esa ozgina remont qilaman, ya'ni polini. Chunki bu uyni polini uncha menga yoqmadi va do'stlar, sizlar buni qaranglar. Haqiqiy boylik do'stlar, buni qaranglar, qaranglar, sniper, inturabr. Bular hammasi nima uchun? Chunki uyda, ya'ni shu qishloqda manyak paydo bo'libdi. Shuning uchun har ehtimolga qarshi deb shunday narsalar qilib qo'ydim. Menimcha yaxshi qildim va hozir esa narsalarni yuklab olish uchun, ya'ni narsa pol uchun boshqa g'ish olib kelaman, ya'ni tosh. Bu yerdan esa zakaz qilsa bo'ladi. Menimcha 8 tasidan yetsa kerak. Salom. Salom, nima yordam kerak? Xullas, menga tosh kerak. Mana shu polizdagi xuddi shundan tosh kerak. Chunki shu juda ham nima desam bo'larkan, ko'p sotilayotgan ekan. Menga ham shu kerak. Menimcha sizga 4 tasi ham yetib qolsa kerak. Chunki oldin 4 ta deb eshitganman, shu yerdan olasiz. Xo'p, rahmat. Ertagacha shularni olib kelib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Menimcha zakaz bo'ldi. Endi menimcha uni gapirtirgani ham qo'ymadim shekilli. Mayli. Men hali ham o'tgan videodagi esimga tushyapti-da, ishqilib politsiyachilar kelib qolmasa bo'ldi. Chunki kecha ya'ni oldingi videoda negadir menga g'alati narsalar bo'lgan edi. Shu mayli, endi menga bilmadim hozir menga nima bo'ladi. Lekin men eng kerakli narsa, men o'zimga taxt olib kelishim kerak, chunki uyda umuman taxta qolmadi. Taxta ko'p narsaga kerak bo'ladi. Hop, daraxtni chopib oldim va mening 35 ta taxta bor. Ya'ni daraxt, endi uni taxtaga aylantirsam bo'ldi. Lekin menga eski uyim yoqyapti. Hamma bu uyda, lekin egasi aytgan edi. Uyda olganingda ehtiyot bo'ldi. Stop. Eshik taqilayapti. Stop. Nima bu? Yo. Politsiyachilar. Yo. Ehtiyot shart uchun bularni olmasam nima? To'xtang, nima uchun? Salom, sizlarga nima kerak? Armiyaga kelmaslardi yaxshi. Space bo'lasizmi? Sizmi yo'qmi bilmadim, xullas. Siz ustingizdan shikoyat tushgan, siz qotillikda ayblanasiz, biz bilan yurishingiz shart. Ya'ni mahkamaga. Birinchidan, nega men bu sizlar bilan mahkamaga borishim kerak va bular kim? Doktor sizni psixmi yo'qmi tekshiradi, qiz bo'lsa guvoh. Kim bu? Kim bu? To'xta. Yo'q, nega o'zim tanam boshqaramayapman? Yo'q. Ichkari. To'xta, hozir men nima qildim? Ro'para 6 ta yoki 7 ta odamni otib tashladim. Uni ustiga ular politsiyachi, uni ustiga bittasi guvoh edi, u ham o'ldi. Hoppa, hozir men nima qilaman? Hozir gapirgan eng qizig'i kim edi? Nega hozir men tanam boshqalab oldim? Hoppa, hozir endi men nima qilaman? Ishqilib bu yerda guvohlar bo'lmagan bo'lsa bo'ldi. Hoppa, nima qilaman? Agar guvoh bo'lgan bo'lsa tamom bo'laman. Undan ko'ra guvohlarni ham otib tashlash haqida o'ylaman. Yo'q. Yaxshi uyda jim o'tiraman, lekin hozirgi otgan kim edi va gapirgan kim edi? Tanamni ham boshqaramay qoldim. Undan ko'ra bular jichasini maydalayman. Maydalashimga kerak, bilmayman. Ozgina uxlayman. Yo'q, hozir uyqu xayoliga keladimi? Hozir 7 ta odamni qotilga aylandim. Undan ko'ra nega anavi g'ish olib kelmayotganini aytaman, ya'ni tosh. Nega sen toshlarni olib kelmayapsan? Nega toshlarni olib kelmayapsan? Ertagacha meni vaqtim bo'ladi, tezroq hammasini olib kelmasam seni ham osib tashlayman. O'zingizni bosing, bo'ldi. Bugun olib kelmayman, faqat o'tmasangiz bo'ldi. Men uyda bola chaqalar kutib turibdi. Xullas, o'ldirmang iltimos. Yaxshi, faqat tezroq kutishga sabrim yo'q. To'xtanglar, men hozir nima qilib bo'ldim? Menga nima bo'lyapti? Vahshiylashyapmanmi yoki nimalar bo'lyapti? Menga nima bo'lyapti? O'zi har kuni boshim og'riyotgan sababi karchikam. Hozir karchikam nima foydasi bor? Nimalar bo'lyapti? Juda kech tushyapti. Men nima qilaman? To'xtanglar.
to'xtanglar, menga bir g'oya keldi. Axir u yerda guvohlar bo'lishi mumkin. Hozir baribir men uyga kirsam meni topishadi, politsiyachiga aytishadi. Undan ko'ra ozgina muddat shu yerda o'tirib turganim yaxshi. Uni eski uyimni ham sog'indim. Menimcha ovozlar kelyapti o'sha tarafdan. Mayli. Yo, to'xtanglar, rostdan ham ovozlar kelyapti. Men mana shu yerda ozgina joylashib o'tirib oy, bo'lmasam hozir u yerdagilar tutib olsa, men bilmadim, qamalaman. Kamida 5 yil yo 6 yil yo undan ham ko'p berishsa kerak, eshitib yopmayman. Lekin do'stlar, o'ylanglar, men 7 ta odamni yoki 6 ta odamni qotiliga aylandim. Hoppa, nima qilaman bilmayman. Uni ustiga hozirgina tahdid qildim. Agar u 911 ga telefon qilsa, men aniq o'lishim mumkin. Menimcha odamlar ketdi. Mayli, men bilmadim, hozir uyda shunchaki yotib qolganim yaxshi. Kech payt tushyapti. Bo'lmasam ozgina uxlay qolay. Lekin menga nima bo'lyapti, uni bilmayapman. Ozgina uxlayman. To'xtanglar, ozgina. Yo, uyqu barib kelmaydi. Undan ko'ra ozgina kompyuter o'ynay, keyin uxlayman. Menimcha men aytgan mikrofon yaxshi bo'lsa kerak. Bilmadim. Bo'lmasam uxlay qolaman. Hop, ertalab ham tushibdi va hammaga xayrli tong. Bugun endi toshlarni olib kelsam bo'ladi va uyni alohida remont qilaman. Oldin kerak emas narsalar solib qo'y, lekin qurol oldimda tursin. Nima deysizlar? Kechagi voqea hali ham esimda. Biror narsa bo'lsa, endi bilmadim nima bo'ladi. Oldimda turgan yaxshi. Xavfsizlik uchun va sabzi yaxshi. Bo'lsam tomorqani ham qaytadan to'g'rilardim agar sabzi tushib qolganda. Xo'p, salom. Men kechagi buyurtmamni olmoqchidim, ya'ni toshlar. Bir stakcha menimcha menga yetib qolsa kerak. O'zi olib keldingizmi? Buyurtmangizni olib keldim, sandiqda turibdi. Menimcha sizga bir stok yetib qolsa kerak. Mayli, sog' bo'ling, faqat hech kimni o'ldirmang. Kecha pulni bergansiz, mayli, sog' bo'ling. Xo'p, endi uyni remont qilsam bo'ladi. Menimcha menga mana shu hammasi yetib qolsa kerak, lekin ko'p sotilyapti deganman shu toshni, chiroyli deb eshitdim. Endi kirkani olaman. Xo'p, endi kirkani qo'yib, kartoshkani esa solib qo'yaman, chunki hozir menga umuman kerak emas, o'z nonlarim yetarli. Va uyni men mana shu tomondan remont qilishni boshladim. Ya'ni toshlarni olib qaytadan qo'yaman mana shu olgan toshimga. Biz Minecraftda o'ynayotganimiz uchun menimcha bu qiyin bo'lmasa kerak. Shu yerdan boshlab ketaman. Xo'sh, endi stop, to'lami? Nima, men uyimni yirtilibmi? Yo'q, qaytadan bu uyni sotib oldim. To'g'risi pastga tushib bersam ekan, chunki menga oldin egasi aytgan edi, bu uyni olganingda, lekin ehtiyotroq bo'l deb. Menimcha shuni aytishi kerak. Qurolim bor, menimcha yerto'laga tushsam bo'ladi. Menimcha meni u yerda xavfli narsalar kutib turmayapti va yana bitta narvon. Yo'q, bu yer uzun ekan. Menimcha normalniy joy bu yer. Qani, bu yerlarda narvon ham bor va yo'laklari ko'p ekan va bu yerda eshik usti suvmi? Qani, hozir chiqib ko'raylikchi. Menimcha to'g'ri, bu yer quduq ekan. Qishlog'imiz o'rtasidagi quduqqa olib borar ekan bu yo'l. Va boshqa yo'llar ham bor ekan, lekin kirib o'tirmayman. Menga uncha qiziq emas. Bo'lmasam uyni remont qilishdan yana boshlayman. Xo'p, yana har doimgidek ishim, yana shu yerni qilib endi bunisi yana nima bo'ldi? To'xtanglar, hozir men narvondan chiqqanimda umuman bu yerda devor bor edi, lekin bu yerda yana bitta yo'q. Bu nima? Yo'q, bu nima? Yo'q, men bu yerdan chiqdim. Yo'q, men bu yerdan chiqdim. Nima edi u? Ko'rdinglarmi, hozir bu yerda suyak turgan edi. Va skelet ham turgan edi.